Bugun biz Navoiy ahliga Cherry avtomashinalari haqida savollar beramiz va topgan ishtirokchiga o'z sovg'alarimizni taqdim etamiz. Biza Cherry Ademaster Navoiy avtosalonidamiz aka. Ikkita savolimiz bor. Agar shu ikkita savolimizga to'g'ri javob bersangiz, maxsus sovg'alarimiz bor. Birinchisi Cherry Tiggo 8 Pro Max mashinamizning motor hajmi necha? 1.8 bo'lsa kerak. 2 o't kuchim endi 3 o't kuchim bilmasam. 2 turbo bormi? Endi bilmayman. To'g'ri javob topsiz aka. 1.5 turbo bo'lsa kerak. Yo'q, asliga adashsiz aka. 4 dan pastmi? 4 dan past. 2 mi? To'g'ri topdingiz aka, tabriklayman. Ikkinchi savolimiz, mashinamizni tan narxi qancha? 300 dan ziyodda. 400 dan atrofida qo'y. 400 atrofda. Bu mashinamiz tan narxi 480 million 900 ming so'm, opajon. Bo'pti, ikkinchi savol. Beraka o'zi mukam bu. Savolimiz beramiz aka. Bu mashinamizni qancha o'tib ketgan qara. 400 million atrofida. Yaqin keldingiz aka, tabriklayman. Rahmat o'g'illarim. Haddushi rahmat. Joninglar omon bo'lsin.